Assalomu alaykum. Bugun men uslubimda mazali va vitaminlarga boy bo'lgan borsh pishirib ko'ramiz. Qozonni qizdirib, ozgina yog' solib, bitta piyozni qovuramiz. Go'sht solamiz, go'shtimiz siri chiqquncha qovuramiz. 2 dona chesnok solamizda, yana ozgina qovuramiz. Bu go'shtga yana ham maza beradi. 2 dona sabzi, 1 dona sholg'omni kubik shakliga to'g'rab solib, yaxshilab qovurib olamiz. Kartoshka, tomat solib, yana qovurib ozgina, ustidan kerakli miqdorda suv solib, qozonni qaynab chiqqandan keyin past olovda miltillatib, kartoshkalarimiz yumshaguncha pishirib olamiz. Kartoshkalarimiz yumshagandan keyin 2 dona larbarga, kerakli ziravorlar, ukrop, seldir solamiz. Ustidan mayda to'g'ralgan karamimizni solib, yana 10 daqiqaga qaynatgani qo'yamiz. Bu orada oldindan qaynatib olingan 2 dona lavlagimizni cho'rkadan o'tkazib, qozonga solamiz. Bu sho'ramizga yana ham mazali bo'lishiga, rangini chiroyli bo'lishiga yordam beradi. 2 daqiqadan keyin bemalol dasturxonga tortiq qilishimiz mumkin. O'zingizlar ko'rganingizdek, sho'ramiz rangi juda ham chiroyli qip-qizil bo'lib chiqdi. Shu uslubda tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Yosh bolalarga ham, yosh kattalarga ham birday yoqadi. Yozgi kunida juda maza ketadi. Hammaga yoqimli ishtaha.